Okey. Okey. Devam. Başlayalım. Davay mı? Başlayalım. Bismillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlar, fidoylar ikramli hurmatli ko'rganlari. Qur'ondan nazar programmamizdagi 40-chi qismiga xush keldinglar. Men İstanbul'dan Abdulaziz Beshto'g'roq sizlarga bu programni sunaman. Bugun Qirg'izistonda yana sizlarning kurashingizga xushalman. Ustoz Abdukerim Zahir o'zi Londondan Angliyadan qaytib programga. Qani ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Xush keldinglar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allohga shukr. Jimatulloh. Abdan qoptab, o'zim abdan qopdimmi? Allohga shukr. Allah. O'tgan soatlik darsda asosli shu Qur'on Karimdagi halol va haromga asos halol bo'lgan narsalarni so'zlab berdilar. Endi bu qatim yana harom to'g'riliq ko'proq bizga so'zlab bersalar, bo'lmasa biz shu haromni, hamma narsa harom deblam shu yo'lni tanlashtirib, mana yumaylar Qur'on Karimda zada halolmi ochiq, harommi ochiq. Mustaqil oyat var deyim ben. El halalı beyine, vel haram. Şunlar bir moşun asallıkla Allah yaratıp bergen ama biz başka yollara kirip gitip unutup kaptığımız, u yolunu tapanma yürüyetimiz. Kur'an'da bizge nemi körsetmeler var bu doğruluk. Kene özlerden ağzını kıraymış. Assalomu alaykum dunyoning qarshilarida hurmatli qarindoshlar, hammalarimiz xayr bo'lsin. O'tganda shu yemek-ichmak sohasida, ya'ni o'simliklar bo'lsin, meva-cheva bo'lsin yoki jonliqlardan misol halol harom sohasidagi masalalar ustida to'xtaldik. Haram degan kelime aslında çeklengen degan ma'noni bildirdi. Yani Kur'an-ı Kerim çeklengen, yani Kur'an-ı Kerim orqali Alloh taolo çeklengen narsalar. Yani yeyishni çeklengen narsalar, ichishni çeklengen, yani çeklengen ichimliklar, çeklengen yeydigan narsalar degan ma'nodagi so'zlar bo'ldi. Shu sohada to'xtalgan bo'ldik. Endi bu qatimqisida haram so'zlar haqida to'xtalamiz. Haram so'zlar deganning o'zi, ya'ni cheklangan so'zlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda cheklangan so'zlarni ko'rsatdi. Qur'oni Karimda buniki her bir ayetni bir o'qisam nihayat uzun bir vaqt ketamiz. Zaten jiq odamni bundan xabari bor. Shundaqdimi? Bir qism oyatni o'qiyman. Estaizu billah. Sura Hujurat'niki 9-oyatning 12-oyati. Ya eyyuhellezina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa yakuna khayran minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم diye şu iki ayette Allah Teala söz sahasida ki bir kısım sözlerinin özüne çekilgen. Yani bir adam ikinci bir adamni, bir millet ikinci bir milletni mesxar qilish. Bu Qur'oni Karim cheklangan. Mesxar qilish deganning o'zi buni
izohlashga hojat yo'q. Zaten masxara qilish deganni hamda hammamiz bilamiz. Masxarga munosabatlik so'zlar bilan gap qilish birsiga yoki bir jamoatga yoki boshqa millatga bunday gaplarni qilish bu Qur'oni Karim cheklagan. Men bu o'zi harom degan gap hamda. Wala telmizu anfusakum va o'z nafsining o'zini boshqalardan cho'ng tutish. Bunun o'zini cheklagan Alloh taolo. Yani o'zniki nafsini o'zini cho'ng tutish orqali boshqalar xalqi zarba beradigan misolda bunda xalqi ishlardan yani o'zini ko'k ko'tarib boshqalarni xalqi töven ko'radigan bunda holatdagi so'zlardan Alloh taolo cheklaydi. Wala tanabazu bil alqab ve laqam qo'yishni Alloh taolo cheklaydi. Laqam deganda hamda taxallus qo'yish naskerini qo'ysa bu bo'ladi. Lekin uniki qo'yilgan, laqam qo'yilgan odamniki ichini siqadigan toz baz degan o'xshash yomon sahadagi undaq laqamlarni qo'yish o cheklangan. Alloh taolo buni cheklaydi. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman ve men lem yatub fe ulaikumuz zalimun. İman keltirgandan keyin, yani bir adam mu'min bo'lib turuqlig'in bir odamga fosiq, yani yomon o'zi ismlarni qo'llanish bu nayt yomon ish deydi Alloh taolo. Kimki mushu ishlarni, yani yuqorqi ishlarni o'zini qilib, bir odam ikkinchi bir odamni yoki bir millat ikkinchi bir millatni masxara qiladigan yoki o'zini cho'ng tutadigan yoki bo'lmaydi unga laqam qo'yadigan yomon laqamlarni qo'yish orqali uniki inovatni to'kadigan o'xshash shunday ishlarni qilgan bo'lsa, bu odamlar tövbe qilmagan bo'lsa, shundan keyin o odamlar o'ziga o'z zulm qilgan bo'ladi. Yani bu yerdagi masala nima degan vaqtda insonlar bütün inson bir-birini o'zining vujudi, o'ziniki bir a'zo sifatida ko'rishni Alloh taolo maqsad qiladi. Yani bir insonning o'zini masxara qilganlikni men o'zimniki vujudimning bir parchasini masxara qilyapman degan holatda tushunmasdan uning o'zini yot ko'rish, uni past ko'rish nazariyasi bilan bunday tushunish Alloh taoloning oldida nihoyat o'zi cho'ng jinoyat ekanligini Alloh taolo bildiryapti. Yani Qur'oni Karimdagi tub maqsadi nima degan vaqtda adolat bilan barobarlikni vujudga chiqarish. Yani bütün insoniyat Alloh taoloning oldida barobar. Hech bir insondan bir millat, yani bir millatdan töven bo'ladigan yoki yuqori bo'ladigan bundaq bir narsa yo'q Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. Hamda u yerda inovatga ega bo'ladigan kishilar kim degan vaqtda taqvo kishilar deb Qur'oni Karimda uni tasvirlaydi. Taqvo degan nima degan vaqtda xatolikdan saqlangan kishilar. Yani kimki xato ishni qilmasa yoki oz qilib to'g'ri ishni jiqqan vaqtida bu odamning inovati bo'ladi degan gap. Inna akramakum minallohi atqakum degan oyatning mazmuni bo'yicha hurmatga sazovor bo'lgan odamlar to'g'ri ishni jiqqila olgan, yo'lni to'g'ri tuta olgan odamlar bu inovatga ega bo'la oladi. Sakalını uzun qilib choponli, ishtonli kalti kiygan odamlar emas deysizlar? Bu ishton chopon bilan aloqasi yo'q buniki. Ishton chopon bilan aloqasi yo'q. Bu ishni to'g'ri qilish bilan aloqasi bor. Bu xalqi Qur'oni Karim asosan shaklni e'tiborga olmaydi ancha. Shaklni ba'zan bir shaklni e'tiborga oladi. Lekin shakl vozligini e'tiborga olmaydi Qur'oni Karim. Faqat o yerda har qanday bir ishning o'zida so'z olsun, harakat olsun, e'tiqod olsun, yani to'g'ri ish qilishni, yani to'g'ri yo'l tutishning o'zini Alloh taolo nima qiladi desa, ashni boraydi. To'g'ri yo'l deganning o'zi nima degan vaqtda xatolikdan saqlanishni, o'ziga yo'l tutgan odamlarni Alloh taolo e'tiborga oladi. Bu odamlar ham insonlarning orasida nima bo'ldi degan vaqtda hurmatga sazovor bo'ldi. Yani to'g'ri ishni jiqqan odamni zaten insonlar hurmat qiladi endi. Ya eyyuhallazina amanu ijtanibu
kesiren minez zanni inne ba'zez zanni ismu. Ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'za. Bu ayetning o'zidimi, ya'ni Hujuratniki şu 12. oyatida sizlar gumanni, ya'ni köpligen gumanlarni, ya'ni gumanniki asosan hammasi nimada hamdalqi gumani bir narsa bo'lgandan keyin bunda gumani narsalarniki ko'pinchisini ijroqtiring deydi Alloh taolo. Gumani narsalarniki ko'pinchisini ijroqtiring. Ya da boshqa oyatlarning o'zida guman hech bir zaman haqiqatni isbotlayolmaydi. Ya'ni o'zi haqiqatni isbotlashga layoq to'shmaydigan bir narsa. Uning uchun o'zi haqiqatni isbotlayolmaydi degan oyatlar bor. Buningga asosan Alloh taolo bu yerda nima deydi? Gumani narsalarni, zanni narsalarni siz ijroqtiringlar. Shu Qur'oni Karimda bunday oyatlar nihoyat ko'p. Uning uchun shu biz rivoyat hadislar deymiz, uni demasak asl turadi. Shu rivoyat hadislariga o'xshash ashundaq narsalarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu hukm bo'yicha zanni narsalar, gumani narsalar masalan. Bütün raviylar cehve tadil deydi. Cehve tadil deganning o'zi shu rasmiy to'g'ri baho berpaqa degan vaqtda meniki shu yuragimni ichidagi narsa meni mushundaq bu deb baho bergan insonlar. Yani o baho bergan insonlarimiz zaten shu rivoyatni yozgan insonlar İmam Buxoriy, İmam Muslimga o'xshash. Shu odamlarniki nazardimi bütün o'zi yozgan rivoyatlarning hammasi hech bir zaman 100% emas. Mushundaq bo'lishi mumkin degan gumon bilan yozganligini o'zlari e'tirof qildi misol. Bütün o'zi rivoyat olimlari o'ziniki yozgan narsani mushundaq degan bo'lishi mumkin endi. Yoki mush rivoyatniki tegi zoti mushundaq bo'lgan bo'lishi mumkin degan mumkin bilan, ya'ni gumon bilan shundaq o'zi yozilgan narsa ekanligini hammasi e'tirof qildi. Mayli İmam Buxoriy, mayli İmam Muslim bo'lsin. Xutbalarda shu bitta oyatni o'qib, undagi hadisni nima qilib eng oxirida deb qoldi. Kemakal, kemakal. Deydi-ku endi. Bütün shu nimildi o İmam Aştağı deydi. Qal, kemakal deydi. Qal, kemakal degan ashundaq degan bu dedi yoki ashundaqaroq bijmin dedi degan gap. Çünkü bütün rivayetler ma'nan yazık misal. Ma'nan deganning o'zi taxminan degan gap endi. Ma'nan deganning o'zi taxminan deydi. Arab nima turklar yaqlashiq deydigan uni. Yaqlashiq deganning o'zi bizdan taxminanda mushundaqroq degan bo'lishi mumkin. Degan bundaq o'zi nim bilan gumon bilan yozilgan narsa degan gap. Shuning uchun bu gumonning o'la yozilgan narsaning har qandig'i, ya'ni taxminga qarta yozilgan narsaning har qandig'i gumonga yotadi. Gumonniki har qandig'i to'g'ri narsa bo'lmaydi. Uning uchun Alloh taolo nima deydi desa, bunda gumoni narsalarni sizlar ijroqtiring deydi. Ya'ni musulmonlar qachoniki ash gumoni narsalarni, gumoni gap so'zlarni, gumoni rivoyatlardan, misol, mayli o sahih deb yozib qo'ygan bo'lsin, mutawatir deb yozib qo'ygan bo'lsin, mayli nima deb yozayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, shu narsani din qivilishni jiroq turgan vaqtida u odam nimaga yaqinlashadi desa, to'g'ri yo'lga gumoni bo'lmagan narsaga yaqinlashadi degan gap. Jazmiga yaqinlashadi degan gap. Ya'ni gumondan jiroq turgan odam amaliyotga uyg'un narsaga yaqinlashadi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda har narsa amaliyotni chiqishgan holatda bu Qur'oni Karimning oyatlari shunday bo'lganligi uchun amaliyotni hal qiladigan, amaliyot bo'layotgan so'z, harakat, e'tiqodlarni hal qiladigan bir kitob bo'lg'ashqa, bu gumon bilan hech qanday ishni hal qilib bo'lmaydi. Uning uchun sizlar gumoniy narsalardan yiroqtiringlar deydi Alloh taolo. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'za. Ve o'zaro gap to'shimanglar. Josuslik qilib o'zaro gap to'shimanglar. Bu mu o'zi
öz nimalqi bir-birining orasida gap to'shishning o'zimi bu Qur'oni Karim chekilgan bir o'zi ish degan gap. Vala yaqtab ba'dukum ba'za va bir-biringniki g'aybatni qilmanglar. G'aybat degan nima degan vaqtda bir odam yo'q vaqtida u odamniki eyvini ko'laydigan gaplarni qilmanglar degan gap. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Sizlarniki biringlar o'zniki birodarniki, o'zining qarindoshiniki go'shtini yeyishni yaxshi ko'ramdi. Fakarihtumuhu. Uni albatta sizlar o'zi yomon ko'rsizlar-ku deydi Alloh taolo. Shuning uchun sizlar g'aybat qilish o'zniki qarindoshlariniki go'shtini yegan bilan o'xshash degan gap. Shu sababdan sizlar bunda xalqi qarindoshlariniki g'aybatni qilish orqali uniki evini ochib bunda ishlarni qilmanglar. Vattaqulloh. Alloh taologa xato so'z harakatlarni Alloh taoloning oldida xato so'z harakatlarni qilishdan o'zingni saqlanglar deydi Alloh taolo. Innalloha tawwabur rahim. O'zingni saqlasanglar Alloh taolo tövbini qabul qiluvchi, marhamat qiluvchi zotdir. Ya'ni Alloh taoloning marhamatiga erishsizlar degan gap endi. To'g'ri ish qilgan odam Alloh taoloning marhamatiga erishadi degan gap. Ya'ni mushada shu ikki oyatning o'zida nurg'unlagan sohadagi so'zlar cheklanishlik misol. Bir-biriga yomon laqam qo'yish, bir-biriga dashnam qilgan ishlarni qilish yoki o'zaro gap to'shish yoki g'iybat qilish o'xshash shunday ishlarning hammasi Alloh taolo cheklagan ishlar. Ya'ni so'zlarning ichidan cheklangan so'zlar mushu degan. Ya'ni biz so'z qilishga bo'ladi, ammo mushu doiradagi so'zlarni qilishimiz harom, ya'ni cheklangan Alloh taolo tarafdan degan gap.